Assalomu alaykum, kanalim obunachilari va bizni uzoqdan kuzatib o'tgan aziz do'stlar, barchalarga alangali salom. Azizlar, hozir mana ish jarayonlarimizni boshladik. Xudo xolasa materiallarimiz kelgan, mana ko'rib turganlaringdek. Bu yerda strapilar, bu yerda balkalarimiz, nari tomonda abrushotkalar kelgan, mana ko'rib turganlaringdek. 13 kuboy yog'ochimiz kelgan. Xudo xolasa mana bu uyimizni krishasini boshladik inshaalloh. Mana ko'rib turganlaringdek, uzunasi 15 metr, 15-45 uzunasi. Eniga keladigan bo'lsak, eni 13-90 xudo xolasa. 3 ta spalniya, 3 ta yotoqxonasi va 2 ta ichkarida sanuzel, bitta oshxona, bitta hol bilan joylashgan uy bu. Ko'rib turganlaringdek do'stlar, mana uyimiz balandligi o'rta holatda, ya'ni 3 metr 10 santimetr balandlikda qilingan, seysmopoyaz bilan birgalikda. Xudo xolasa ishlarimizni boshlab oldik do'stlar. Duoda bo'lasizlar, qo'llab turasizlar inshaalloh. Krishani boshladik xudo xolasa do'stlar. Mana bu taxtalarimiz mana 4,5 ga 15. Bu taxtalarimiz 5 ga 18, mana ko'rib turganlaringdek. Hammasi o'sha Sosnadan, Rossiyadan kelgan materiallar, yog'ochlar. Mana ko'rib turganlaringdek azizlarim, qo'llab turasizlar degan umiddamiz do'stlarimiz. Mana hozir soatimiz 4:30 bo'ldi. Yon bag'rimiz tog', mana ko'rib turganingizdek azizlarim. Tog'ning yonida ishlayapmiz. Mana tog' ko'rinib turibdi mana. Bizdan bir 250 metr nariroqda tog' mana. Bitta yaqin. Ko'rib turganingizdek azizlarim, podeshkada bo'lamiz. Aytib o'tganimdek, yangi kirganlar obuna bo'lib, bitta layklarni otib, podpisatsiya tugunchalarni bosib qo'yamiz do'stlar. Barchalarga kattakon rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlashda sizlarim davom etib turasizlar. Inshaalloh ishlarimizni ko'rsatib borishga harakat qilamiz, qilib borayotgan ishlarimizni.